15 yashar bolaga janoza o'qidik birodar. 15 yashar bolaga. Onasi kelib yig'lab turib oldi masjidda. Hech qaysi ona farzandi o'lganda kelib yig'lamas edi. Ha opa, bu holat endi ko'ryapmiz, nimaga yig'layapsiz? Bolam o'lganini bilmay qoldi. Bolam o'lganini bilmay qoldi. Nima bo'ldi? 15 ga kirgan edi. Kecha ovqatlanib, kechqurungi ovqatlanib turdik. Chanqab qaqab ketdi. Choy quyib berdik, ichuvdi. Oq ko'pik kelib gursatib yiqildi. Dodolodod paqir-chaqir qilib doktorga olib bordik. 15 minut bo'pti o'lganiga dedi. Yig'i-sig'i qilib janjal qiluvdik. Ekspertizaga jo'natib yubordi. Ekspertizaga borsak, tomog'ini yorib ko'rdi, ichini yorib ko'rdi. Yurak sog', buyrak sog', jigar sog', hamma yo'q sog'i, faqatgina klapani ishlamay qoldi. Nafas bilan ovqatni ajratib turadigan klapi ishlamay qoldi. Shuning uchun kirgan nafas chiqmay, tashqarida nafas kirmay, yegan, ichgan narsa shu tomoqda qolib, jon taslim bo'ldi. Shu ekspertiza. Endi o'lim shunaqa desam, men unga yig'lamayapman. Nimaga yig'layapsiz desam, 15 ga kirdi-yu peshonasi sayda ko'rmay o'lib ketdi-da. Peshonasi sayda ko'rmay namoz o'qimay ketdi-da. Endi nima bo'ladi? Shunga yig'layapman. Endi u bola tavba qildi deysizmi? Mag'firat so'radi deysizmi? Afv qilishlik so'radi deysizmi? Tarozini oldiga keldida, kelyatib nima dedi? Hozir bittasi bo'ladi. Yo kechirishlik, yo mag'firat, yo afv deb kelsa, Xudo savoblarini ko'rsatib, e'lon qilib, Firdavs deb jannatlarni, do'zax amallarini, gunohlarini qo'yilib, ko'rsatilib, e'lon qilinib, kechirmadimdirkan. Mag'firat qilmadimdirkan, afv qildim, afv qilmadimdirkan. Dod, yo Hannon, yo Mannon, yo Zal Jalol va Ikrom, nimaga meni kechirmayapsan? Nimaga meni mag'firat qilmayapsan? Nimaga meni afv qilmayapsan desa, Alloh taolo aytarkan, necha yil umr kechirding? 70 yil, 80 yil. Shu 70 yil, 80 yil umringni qarachib, biror marotaba menga tavba qildingmikan? Farishtalarga buyurarkan, tekshiringlar, titinglar nimasini, bitta tavbasi bo'lsa ham kechirib yuboraman, guvoh bo'linglardirkan. Kutib turarkan, hozir 70 yil-a? Hazil umr emas bu. Qancha inson 70 ga kirmasdan o'lib ketyapti. Hozir deb tursa, bitta qatoriga varaqqa qilsa, birorta tavba chiqmas ekan. Birorta tavba chiqmas ekan. Necha yil umr kechirding? 70